Leksimizi davamlaştırmamız hürmetli vatandaşım. Muhbirlarning oldida turib, andiki davomı. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri Jim Mattis Xi Jinpingga mundaq dedi. Men mundaq hesaplaymiz. İkimizning suhbati intayin yaxshi bo'ldi. İntayin yaxshi bo'ldi. Jim Mattis yana mundaq dedi. Men Jungoni ziyorat qilganimdan intayin xushalman. Biz iki taraf armiya bilan armiyaning munosabatiga yo'q darajada e'tibor berdik. Başta söz yana takrorlanadi. Jungo Davlat Mudofaa Ministrligi to'g'ri tarqatgan xabarlarga asoslanganda bugun atdeganda Jungo Davlat Mudofaasi Ministri Wei Fenghe Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Mudofaa Ministri Jim Mattis bilan ko'rishganda mundaq dedi. O'zaro hurmat qilish, to'g'onishdan saqlanish. Jungo Amerika ondan taraqqiy qila oladi. U yana mundaq dedi. Jungo tinch yo'l bilan taraqqiy qilishga ching turdi. Jungo armiyasi tavranmay, davlatning egilik huquqini, bexatarlik va taraqqiyot manfaatini qo'llaydi. Jungo Amerika armiyalari ikki davlat rahbarlari o'rtaq tonishda amaliylashtirish lozim. O'zaro ishlayishni ilgari surish, hamkorlikni kuchaytirish lozim. Mushu söz, mushu cümlelerge to'g'ri 68 yil oldu juma do'stim. Anglaymiz endi bunday gaplarni. Hem xatarni kontrol qilib, ikki davlat armiyalari munosabatini muqim omilga aylantirishimiz kerak. 2014-yildan beri Jungoni tunji qatim ziyorat qilgan davlat mudofaa ministri Jim Mattis, ministri sifatida Jim Mattis, ministri Wei Fenghe mundaq dedi. Men ishonamanki, Wei Fenghe bilan dialoglashganga o'xshash Beijingda elib borgan barliq suhbatlarda kayfiyat va holat ochiq yo'ruq, samimiy bo'ldi. O'xshashli muxbirning oldida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri Jim Mattis yana mundaq dedi. Ikki davlat o'rtasidagi nihoyat keng munosabatlardan aytganda, armiya bilan armiyaning munosabatidan aytgan muhim. Jim Mattis yana Wei Fenghe'ni Amerikani ziyorat qilishga taklif qildi. Jungo Davlat Mudofaa Ministrligining to'rbeti mundaq ko'rsatdi. Wei Fenghe Tayvan masalasi, Janubiy dengiz masalasi, Choshan yerim orli yadrosizlashtirish masalasi, Jungo tarafning maydonni sharhladi va ko'ngil bilishini sharhladi. Siz shunga diqqat qiling, hurmatli vatandoshim, bu masala asli ma'muriyat. Ma'muriy kadrlar, ikki davlat o'rtasidagi ma'muriy amaldorlarning o'rtasida o'tkaziladigan suhbat. Shundaqla diplomatlar o'rtasida o'tkaziladigan suhbat. Bu qatim tuyuqsiz bu davlat mudofaa ministrlarining og'ziga chiqib qoldi. Odatda shundaq bo'lamdi yoki bugun bir tuyuqsizlikmi? Shunga diqqat qiling vatandoshim. Prezident Vladimir Putin yangi xabar. Moskvada Amerika Qo'shma Shtatlarining bexatarlik maslahatchisi John Bolton bilan ko'rishdi. Mavzuli xabar 6-oyning 27-kuni Amerika ovozi Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin haftaning 3-kuni haftaning 3-kuni ziyorat uchun yetib kelgan Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat bexatarligi maslahatchisi John Boltonga mundaq dedi. John Boltonning Rossiyani ziyorat qilishi Rossiya-Amerika munosabatlarini asliga keltirish mumkinligini ishqash urdi. Prezident Vladimir Putinning so'zi. Prezident Vladimir Putin mundaq dedi. Ikki davlat munosabati toza yaxshi holatda bo'lmasimi? Aqsaroyning axborot kotibi Sanders Twitterga mundaq yozdi. John Bolton Rossiya Federatsiyasining yana boshqa amaldorlari bilan ko'rishdi. Amerika Rossiya munosabati va ikki davlat prezidentlarining ko'rishish mumkinligini o'zaro muhokama qilishdi. Kreml saroyining bayonotchisi Peskov muxbirlarga mundaq ko'rsatdi. Ikki taraf munosabatidagi ochiq damlarni hamda bir qator xalqaro masalalarni muhokama qildi. Davlat bexatarligi maslahatchisi John Bolton bir kunlik ziyoratida Prezident Trump bilan Prezident Vladimir Putinning ko'rishishiga asos solishni umid qildi.
Prezident Trump bilan Prezident Vladimir Putinning uchrashishi Prezident Trumpning 7-oyning 11-kunidan 12-kunigacha NATO davlat boshliqlari yig'iniga qatnashib, 13-kun Angliyani ziyorat qilib bo'lgandan keyingi bir vaqtga o'rinlashtirildi. Vina shahri yoki Helsinki shahri ikki davlat prezidentlarining yuqori darajali uchrashishining o'rni qilib tanlab olinadi. Bu xabarga yozilgan birinchi inkas nima deydi? Amerika Rossiya yaxshi munosabat o'rnatishdan strategik g'arazi va maqsadi nima deydi? 6-oyning 27-kuni Rais Xi Jinping Beijingda xalq zalida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri jamoasi bilan ko'rishdi.